Sugaring albatta har xil bo'ladi. Har xil brendda, har xil qattiqligida, har xil suyuqligida bo'ladi va narxlari har xil. Kimdir aytishi mumkin, sugaringni sotib olmaganda uy sharoitida tayyorlashni o'rgataman. Bunaqa YouTube'da videolar juda ko'p. Sizga bir narsani aytib o'tmoqchimanki, uy sharoitida agar qiladigan bo'lsangiz, xuddi shu tarkib, xuddi shunaqa chiqmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, siz juda ko'p mahsulotga pul sarflaysiz, vaqt sarflaysiz, asabiylashasiz. Uy sharoitida tayyorlangan pastalarda antioksidant mavjud emas, chunki oddiy shakar va suvdan tayyorlanadi. To'g'ri, bu qanaqadir maqsadda byudjetni ekonom bo'lishi mumkin, lekin har safar siz aytgandek bir xil pasta chiqmaydi. Va bu uy sharoitida tayyorlanganda odatda deymiz qattiqroq pastalar bo'ladi va uni mikrovolnovkada isitishingiz kerak. Mikrovolnovkada isitasiz, keyin foydalanasiz. Har safar shu narsani qilishingiz kerak bo'ladi yoki qaynagan suvda qo'yib foydalanasiz. Agar o'zingizga professional xizmat ko'rsataman deydigan bo'lsangiz, albatta professional mahsulotlardan foydalanganingiz yaxshi. Unchalik bu mahsulotlar qimmat hisoblanmaydi. Keyingi texnik darslarimni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Pastda kommentariyada yozib qoldiraman. Ya'ni siz bu texnikaga ega bo'lib turib, o'zingizga ham va farzandlaringizga ham yordam bergan bo'lasiz. Hamda o'zingizga professional xizmat, ya'ni hamma salonlarda ham xuddi shunaqa xizmat ko'rsatilmaydi. Vosklardan to'g'ri foydalanishmaydi. Aksariyat o'zim ham salonda ishlaganda bu narsani guvohi bo'lganman. Bu texnikaga men maxsus o'qiganman ham, izlanganman, ozmuncha kitob varaqlaganman. Shuning uchun bu men aytgan jarayon juda ham og'riqsiz, foydali va natijaviy. Chunki men o'z mijozlarimda shu narsani ko'raman. O'zimda ham xuddi shunaqa holat. Hozirda unaqa tez-tez tanamdagi tuklarni olishni hojati ham yo'q. 2 oyda bir shu tuklarni tozalash imkoni bor. Agarda siz lazer protsedura olsam, butun umrga yo'q bo'lib ketadi tuklarim deydigan bo'lsangiz, lazer protseduralarning zarari juda ko'p. Ya'ni tanadagi tuklarni, butun tuklarni to'kish xususiyatiga ega va bu sizga keyinchalik sog'lig'ingizga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Men o'z amaliyotlarimda buni guvohi bo'lib kelaman. Lazerda olganingizda ham 2-3 oyda tuklaringiz o'sishni boshlaydi. Yana borasiz, yana pul sarflaysiz, ham sog'lig'ingiz ketadi. Siz ishlatayotgan, siz sarflayotgan pul va vaqt sizga emas, sizga qarshi ishlaydigan bo'ladi. Sugaring bilan esa foydalanganingizda baribir 2 oyda yo 3 oyda kam-kam murojaat qiladigan bo'lasiz. Masalan, deylik, o'sha tuklar 2-3 oy bo'ldi, olmagan taqdiringizda ham sizga qanday qilib o'sha keyingi darslarimda o'sha tuklarni qanday qilib o'z vaqtida qisqartirib turish mumkin, nimadan foydalanish kerak buning uchun. Bular hammasi amaliyotda o'rgatiladi. Chunki tuklar bilan bir marta noto'g'ri munosabatda bo'lsangiz, tashqi ko'rinishi dag'allashib, sizni ko'p noqulay holatlarga olib kelishi mumkin. Agarda bir marta bo'lsa ham tuklar bilan to'g'ri munosabatda bo'lsangiz, o'zingiz buni natijasini ko'rasiz. Tuklar mayllashib, itoatkor bo'ladi va borgan sari o'sish tempi ancha sekinlashadi. Agarda ma'lumot qiziqarli bo'lgan bo'lsa, keyingi darsni sotib olish uchun menga shaxsiy xabarda yozib qoldiring. Men sizga to'lov amalga oshirilgandan so'ng maxsus Telegram gruppaga qo'shaman va unda siz darslarni bemalol ko'rasiz. Aytgancha, darslar doimiy saqlanadi. Agarda biron bir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, u ma'lumotlar ham yangilanib turiladi.